Yulduzxon Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bor-ku, shuning o'zbeklarga bir mehri bo'lakchada. Men ilgari ijtimoiy tarmog'ida o'zbekcha post qo'yganini bir ko'rgandim, lekin bir necha kun avval ham yozdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan muloqot chog'i o'zbek tilida gapirib bordi ham. Yashashin O'zbekiston, yashashin Fransiya, yashashin Fransiya O'zbekiston do'stligi. Mezbonning yurtimiz vakillari uchun tayyorlagan syurprizi faqat shu bilan nihoyalanmadi. Umid Pirboyev Parijdagi tashrifning eng yorqin lahzalarini bitta lavhaga yig'ishga harakat qildi. Endi Parijga borganda Samarqand ko'chasida suratga tushishni esdan chiqarmang, chunki prezidentning davlat tashrifi davomida Fransiyaning bir ko'chasiga Samarqand nomi berildi. Yana bir yaxshi ma'lumot, tasvirlarda retro kayfiyatni beradigan Toshkentdagi tramvaylar poytaxtga yana qaytadi. Chunki ikki mamlakat yetakchilari imzolagan hamkorlik hujjatlarida bu ham bor, faqat eng zamonaviysi. Samimiylik, do'stona uchrashuv va manfaatli hamkorlik. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi bu gal ham kutilmagan voqealarga boy bo'ldi. O'zbekiston Fransiya o'z munosabatlar tarixining yangi sahifalariga yana 3 ta narsani qayd qilib qo'ydi. Birinchisi, mamlakatimizning Fransiyaga 30 yil ichida ilk davlat tashrifi. Bu maqomni diplomatiyada mezbon mamlakat tasdiqlaydi va bu tashriflar mavqening yuqori darajasidir. Ikkinchisi, prezidentlar strategik hamkorlik deklaratsiyasiga imzo chekdilar. Bu ham xalqaro munosabatlarning yuqori bosqichi. Fransiya O'zbekistonning strategik hamkoriga aylandi. Uchinchisi esa davlat tashrifi davomida 6,5 milliard yevrolik loyihalarga qo'l qo'yildi va barcha loyihalarning umumiy hajmi 12 milliard dollardan oshdi. Prezidentimiz sharafga Fransiya ishbilarmon doiralarining yetakchi vakillari bilan uchrashuv ham bo'lib o'tdi. Unda Fransiyaning eng boy ishbilarmonlari ishtirok etdi. Tadbirda dunyoning eng boy 5-odami Bernard Arnault o'z rafiqasi bilan qatnashdi. Bu shaxs dunyoga mashhur brend Louis Vuittonning egasidir. Bu gal uchrashuvlar erkin, rasmiylikdan yiroqda, tuhfalarga boy ruhda kechdi. Shavkat Mirziyoyev Emmanuel Macronga buyuk fransuz yozuvchisi Victor Hugoning o'zbek tiliga tarjima qilingan Kulayotgan odam romanining ilk nusxasini sovg'a qilgan bo'lsa, Macron davlatimiz rahbariga 19-asrda fransuz fotograf tomonidan Jizzaxda olingan fotosuratni taqdim qildi. Родина, это моя родина. Это трогательный, да, конечно, это моя малая родина. Parijda mamlakatimiz yetakchisiga Emmanuel Macron Fransiya Respublikasining oliy mukofoti Faxriy Legion ordenini topshirdi. Fransiyada ushbu orden alohida xizmatlarning davlat darajasida e'tirof etilishi va shon-sharafning eng yuqori belgisi hisoblanadi. Tashrif davomida yana bir an'anaga sodiq qolindi. Mamlakatimiz delegatsiyasi joylashgan qarorgoh oldida Fransiyada o'qiyotgan, ishlayotgan va ilmiy izlanishlar olib borayotgan bir guruh vatandoshlarimiz Prezident Shavkat Mirziyoyevni katta xursandchilik bilan kutib oldi. Davlatimiz rahbari ular bilan suhbatlashib, o'qish va izlanishlarga muvaffaqiyatlar tiladi. 3 kunlik tashrif 13-mart kuni nihoyasiga yetdi. Toshkentga qaytish oldidan Fransiyada davlatimiz rahbarining xavfsizligini ta'minlagan jandarmeriya vakillariga prezidentimiz alohida minnatdorchilik bildirdi va esdalik uchun suratga tushishdi. Yulduzxon qarang, mehmon do'stligi ham o'zimizdan kam emas-da. Darvoqe, prezidentimizning Parijdagi yurtdoshlarimiz bilan uchrashuviga qarang. Norasmiy va samimiy ruhda. Vatandan uzoqda o'qib, ishlab yurgan yurtdoshlarimiz bir kun kelib o'sha yerda o'z prezidenti bilan muloqot qilishi xayoliga ham kelmagandir. Buni hozirning o'zida o'sha uchrashuvda ishtirok etgan vatandoshimizdan so'rash imkoniyati bor. Biz bilan onlayn aloqada Fransiyaning Aix-Marseille universiteti doktoranti Feruza Mahmasobirova bo'lib turibdilar. Assalomu alaykum Feruzaxon. Assalomu alaykum hammaga. Biz barcha jarayonlarni kuzatib o'tirdik. Ayniqsa davlatimiz rahbari bilan uchrashuvda nimalar haqida gaplashganingiz bizga juda ham qiziq. Albatta, davlatimiz rahbari bilan Parij shahrida ko'rishish men uchun juda ham hayajonli bo'ldi. Buni o'sha suhbat davomida nutqimdan ham bilsa bo'ladi. Hayajonlanib qoldim. Albatta, davlatimiz rahbari yonida turib ular bilan suhbat qilish. Eng avvalo bizga aytgan gaplari O'zbekistonda yoshlarga, umuman ayol qizlarga o'qish uchun sharoitlar yaratilganligini aytib o'tdilar va biz o'qib, ilm olib O'zbekistonga qaytishimiz kerakligini ta'kidladilar va ularning gaplari isboti men o'zim ham el-yurti milliy stipendianti bo'lganligimni va xudo xohlasa mana shu 2 oydan keyin O'zbekistonga qaytishimni aytib o'tdim va prezidentimizga umuman 5 yildan beri Fransiyada bo'lgan bo'lsam, ularni 2 marta ko'rishga muvaffaq bo'lganimni aytdim va bundan 2 yil oldin Luvr muzeyini
O'zbekiston ko'rgazmasini ochilishida ham qatnashgandim. Ular bundan juda ham xursand bo'ldilar va soham nimaligini so'radilar. Men islomshunoslik va tarix sohasida deb aytdim va ular aytdilarki, unda siz O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida ishlasangiz bo'lar ekan deb aytdilar va albatta Xudo xohlasa o'qishlarimni tamomlab 2 oydan keyin O'zbekistonga qaytganimda aynan shu markazda faoliyatimni davom ettirmoqchiman. Umuman yoshlarga keyin bizga takliflar bildiring deb aytdilar. Biz ham umuman doktorantura, ilmiy ish yoki O'zbekistonda o'qituvchilar uchun foydali bo'ladigan takliflarni oliy ta'lim vaziri orqali prezidentimizga yetkazdik. O'ylaymanki, bularning hammasi yaqin kelajakda amalga oshadi. Rahmat Feruzaxon, katta rahmat. Juda salohiyatli yoshlarimizdan Hamza aka. Biz bu qiz bilan avval ham gaplashganmiz. Esingizda bo'lsa, nomoddiy madaniy meros mavzusida ko'rsatuv tayyorlaganimizda ham Feruzaning fikrlariga quloq tutgandik. Ma'lumot uchun, Feruza Luvr muzeyida amaliyot o'tagan birinchi o'zbek qizi sanaladi. Xorijda bizning shunday qizimiz bor ekan-ku, bilmay yurgan ekanmiz. Rahmat sizga. O'zga yurtlarda millatimiz sha'nini munosib himoya qilib, aql idrokingiz bilan asl o'zbek ayolining qiyofasini tanitayotganingiz uchun. Tarbiya bergan ota-onangizga ming rahmat.